İlhom bola. Salom. Telefonaga omonmi? Ahmad kızmısan? Ha, vallahi yo'linib qolibdilar. O'zgina ishlarimiz bor. Xayrli bo'lsin. Hecham to'g'ilmayapti, bozorga chiqib qo'ydilarmi? Ukalarim ochyapti-yu, e'tibor bermadilar. Bermadim shekilli, e'tibor aka. Jitcha, ajilib qolibsiz-da ona. Nimami? Bironta hayvon boqyapsizmi Tilloxon aka? Hayvon nima qilib yubordik-ku? Ha. Tilloqongiz boqyapti. O'zingiz ham boqsa bo'ladimi? Nima bo'lmaydi? O'tgan safar haligi filni xartumidan zo'r sho'rva qilib berasiz. Nima qilasiz? Yo'qchimisan? Sho'rva vaju qilib berasiz aytgancha. Haju qilib ber. Ajoyib aka. Rasa bo'pti deb olmasan. Lekin sho'rva qilsang xartumini ishlatmay turasan. Nimaga? Ha, oxirida solib ichasan-da. Butunini olsa chiroyli. O'zlari ham bo'lsin-da. Men farqi beraman yotar qonimga. Alomat bo'lsin. Yotar qoringa. Olib ketaverasiz ya burada. Mayli, mayli. Omon bilan o'z ishlaringiz yaxshi. Osh qilib berasizmi? Ha? Osh qilib berasizmi? Osh qilib berayim. Ha. Shu ertaga telefonlasak bo'ladimi? Boradigan joylarimiz bor. Akmalxon aka. Akmalxon gapirdilarmi? Hamma yaxshimi? Tutsa g'iybatga kirib qolmayapti. Kayfiyat yaxshimi? Ahmadullo Dilshodxon shatdami? Bitta eshitayli. Ichkarida ekanlar. Sho'rva ham shetda. Liboslarni almashtiryaptilar. Assalomu alaykum. Dilshodxon kirolmadi. Bir boshqa kelyapti yo. Ha, yo'q. O'tir desalar bir yarim soat o'tiraylik. Akmaljon. Chapa qilib. Rosa aytdilar, eshitdingiz-ku. Deb aytdim. Jitta be'tibor bo'lib qolibman.